muallif rahmatullohi alayhi mana bu 10-chi odobni zikr qilishdan, bu talib ilm odoblaridan mana bu kiyimlarni, moshinalarni eng qimmatli yurishligi, kiyimlarni eng qimmatini kiyishligi, mana bu narsa va shu kabi ovqatlarni eng zo'rlarini yeyishligi, mana bu talib ilmni solihlarning siymolariga xilof narsa. Vaqt bilan la haraja fihi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ishni qilganlar. O'shanga Tirmiziy rahmatullohi alayhi Sunan Tirmiziyda babu javozu aklu dajaj, babu javozu aklu fulan deb olib kelgan. Nima uchun? Bu narsa joiz shariatda. O inson o'ylamasin, zuhd degani yoki tarki dunyo degani bu faqatgina qotgan nomla suv ichish bilan qotgan non yeyishlik. Noto'g'ri bu narsa. Lekin doimiy ravishda bu solihning siymosi emas. Chunki talib ilm kelajakda nafaqat ilm egasi bo'ladi, balkim asosiy maqsadi solih bo'lishligi. O'shanga bu nasihat nafaqat talib ilm uchun. Shayx Usaymin buni hozir bittasi aytmasin, bu menga tegishli emas, men talib ilm emasman, men bo'lsam yashayman. Noto'g'ri bu gap bu. Hatto oddiy musulmon ham buni hayot kechirish kerak emas. Shuni aytmoqchilar. Keyin aytdilar Shayx Usaymin, li'anna istirsala fi zalika mukhalifun li irshadin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Chunki mana bu istirsol yeyishlikda, ichishlikda kengayishlik, bu nima bu? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga xilofdir. Faqad kana yanha an kasratil irfah va ya'muru bi ihtifai ahyana. Bu hadis sahih hadis bu. Bu hadis sahih hadis, nam Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sobitdir. Bu narsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam irfa mana bu ko'p o'sha kengayishlikda, ovqatda, kiyishlikda kengayishlikni qaytarardilar. Va ya'muru bi ihtifai ahyana. Ihtifa ba'zi paytda oyoq kiyimsiz yurishlikka buyurardilar. Hatto inson sessin, his qilsin, deb yumshoq narsaga, deb mana bu yaxshi kiyimlarga o'rganmasin. Musulmon bunaqa emas. Wal insanu alladhi ya'tadu rafahiyya yas'abu alayhi ma'anatul umur. Shayx Husayn tushuntiryaptilar. Inson doim yaxshi hayotga o'rgansa nima qiladi? Yas'ab alayhi ma'anatul umur. Muammolar kelgan paytda, mashaqqatlar kelgan paytda unga qiyin bo'ladi buni hal qilishlik. Li'annahu qad ta'tihi ala wajhi la yatamakkan ma'ahu min rafahiyya. Chunki qad ta'ti ba'zi holatda kelib qolishi mumkin. Mana bu rafahiyya tufayli la yatamakkan la yaqdir. Qodir bo'lmaydi o'sha ishni hal qilishlikka. Chunki yaxshilikka yengillik o'rganib qo'ygan. Wal nadrib lidhalika masalan bil hadis alladhi zakarnahu. Aytadiki wal nadrib misol keltiramiz hozir. Bil hadis la zakarna hadis bu kana ya'muru bil ihtifa bu hadis bu. O'sha hadis misol keltiramiz. Annahu sallallohu alayhi vasallam kana ya'muru bil ihtifa ahyanan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi holatlarda oyoq kiyimni kiymaslikka buyurardilar. Bu ishlik vojib emas, lekin irshod. Ba'zi paytda inson oyoqlar yurishligiga buyurardilar. Nima uchun? Najidu ba'dun nas la yahtafi. Ba'zi odamlar ko'ramizki, doim oyoq kiyim kiyadi. Oyoq kiyim eng yaxshilarini kiyadi. Va innama huwa yatana'alu da'iman. Doim oyoq kiyimda. Yatana'alu oyoq kiyimda yuradi. Walau arada lahu aridun. Unga bir to'siq chiqib qoldi. Nima qilib bir hayotida. Wa qila lahu tamshi 500 metr biduni wiqayatin lirrijl. Bir narsa bo'lib qoldi. Misol uchun farazan aytaylik, biz misol keltiramiz. Masjidga kirib oyoq kiyimni o'g'irlab qo'yishdi. Unga aytishdiki, anta 500 metr uzoqlikda magazin bor. Oyoqni yurib borish kerak. Qillahu tamshi 500 metr biduni wiqayatin lirrijl. Oyoqni o'sha himoya qiluvchi narsasini, bu oyoq kiyib qaz qilyapti. 500 metr yura olasizmi deyapti. Yurgin deysiz, agar deyilsa. La wajadta zalik yashuqqu alayhi mashaqqatan azima. Ko'rasizki, unga qiyin mashaqqat bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatlarni har tomonlama
g'am tashvishni qilgan. O'shanga ba'zi paytda inson oyoqsiz oyoq kiyimsiz yurishlikka nima qilganlar. Bu yerda amr deganda bu amrli irshad, chunki bu adab axloqda asl. Agar axloq odob masalasida agar payg'ambarlar buyurgan bo'lsa, al asli irshad, bu istihbab. Bu yaxshilikka bir yo'llanma, bu vojib emas. Illo agarda qarina bo'lsa. Misol uchun kul bi yaminik la takul bi shimalik fa inna shaytona ya'kulu wa yashrab bi shimalik. Bu yerda o'ng chap oyoq qo'lni yeyishlik harom, mumkin emas. Nima uchun? Chunki payg'ambar shaytonni zikr qildilar va shaytonga xilof qilishlik, shaytonga muxolif ish qilishlik bu nima? Alloh buyurgan buni. Alloh buyurgan inna shayton aduwwun lakum fattakhiduhu aduwwa. O'sha bu yerda qarin nima? Shayton yegan uchun bizga chap qo'lda yeyishlik va ichishlik mumkin emas. Harom bu. Fa illa asl bu odob bu. Lekin qarina kelib odobligini haromga, mustahabligini afzallikdan haromga yoki makruhdan haromga yoki misol uchun buni qilmaslikdan haromga aylantirdi yoki hukmni haromga aylantirdi. Va rubbama tadma qadamuhu min mumasatil ard. Yerga teggandan oyog'i qonab ketadi. Lakin law awwada nafsahu ala al-khushuna. Lekin o'zini xushun dag'illikka o'zini o'rgatsa va ala tarki taraffuhi daima la hasallahu khayrun kaseer. Unga yaxshilik bo'ladi. Nima degani bu? O'zingizni boshingizni muammoga tiqish deganimi? Muammo qidirishmi? Yo'q. Lekin doim o'tirursiz, keyin yurmoqchi bo'lsangiz harsillab qolasiz. Shunga ba'zi paytda inson yurib turishligi, ba'zi paytda yoki unaqangi oddiy oyoq kiyim kiyishligi, doim yaxshi kiyim kiymasligi, hattoki sezsin, shuni his qilsin. Chunki mana bu narsalar insonni zaiflashtirib qo'yadi.